Assalomu alaykum aziz dasturchilar. Sizlar bilan Encoder Beginner Contest ABC 408 B misolni ko'rib o'tamiz. Misolning nomi compression deb nomlangan ekan. Time limit 2 sekund berilibdi. Memory limit 124 megabayt berilibdi. Score 150 points. Problem statement haqida gaplashamiz. Masalaning berilishi an integer sequence. Demak, bizada integer sequence butun sonlardan iborat ketma-ketlik berilgan va u deb nomlangan va u A1 va n ta elementdan iborat va uzunligi n berilgan. Demak, buni yozib olishligi mumkin. Demak, bizda A deb nomlangan ketma-ketlik bor. Birinchi elementi A1, ikkinchi elementi A2 va hokazo n ta elementdan iborat. Bu ketma-ketligimiz berilgan ekan. Boshqa parametr yo'q hozircha. Output the number contained in A in ascending order, removing duplicates. Ya'ni ikki marta undan ko'p ishtirok etgan elementlar, ya'ni duplikatlarni o'chirish kerak va ascending order, ya'ni o'sib borish tartibida tartiblash kerak. Berilgan ketma-ketlikni o'sib borish tartibida tartiblash kerak. Ya'ni sorting qilishlik kerak. Constraints, ya'ni cheklovlar A ning aniqlanish sohasi 1 va 100 oralig'ida. Elementi ham shunaqa. Barcha qiymatlar butun sonlardan iborat ekan. Endi input qismiga o'tadigan bo'lsak, the input is given from standard input quyidagi formatda. Ya'ni birinchi laynda n parametr beriladi. Birinchi laynda n parametr va ikkinchi laynda har bir element bo'sh joylar bilan ajratilgan holatda beriladi. Output qiymatda esa C1, C2 va Cm ascending order tartibida qaytarilishi kerak. Quyidagi formatda birinchi holatda m bo'lishligi kerak va undan tashqari C1, C2 va Cm. Ya'ni biz mana bundagi mana bu ketma-ketlik o'zi n edi, bu yerda esa m topib qoldi. Nega? Chunki biz duplikatlarni olib tashlaganimizda ehtimoliy qiymat kamayishi mumkin yoki duplikatlar bo'lmasa shu dastlabki qiymatga teng bo'lishi mumkin. Lekin ko'paymaydi. Shunga ko'ra mana shu holat ta'minlanadi. Sample input berilyapti 4 va 3141. Bu misolda tushuntirib o'tadigan bo'lsam, demak n qiymat dastlabki holat 4 va ketma-ketlik berilyapti 3, 1, 4 va 1. Endi javobni qaytarishdan oldin biz shunaqa algoritm yozishligimiz kerak. Duplikatlarni o'chirishligimiz va albatta qiymatni sonni qaytarishligimiz kerak. Dastavval biz mana shu holatda algoritmni shunaqa qilamiz. Birinchi data structure bitta set yasab olamiz. Bizga kerakli bo'lgan set. Bu setimizning vazifasi har bir elementni line bo'yicha birma-bir
ko'rib ketish jarayonida biz on time vaqt sarflaymiz. On time vaqtda har bir elementni ko'rib ketish jarayonida duplikatlari uchrashayotgan yoki uchramayotganligini checking qilishlik uchun kerak bo'ladi. Aytaylik, birinchi element demak mana bu plus, ya'ni 3 haqida gap ketyapti. 3 birinchi marta uchradi. Buni ichida yo'q. Shuning uchun bunga 3 ni qo'yamizda biz 3 bo'yicha ishlar bajarib ketamiz. Mendagi g'oya bo'yicha sorting algoritmlaridan on time da aylanish jarayonida ham duplikatlardan qutulamiz, ham biz minimum heap yasab olamiz o'zimiz uchun. Masalan 3 bo'lganda, demak 3 minimum heap data structure yasab olamiz. Undan keyin plus 1 kirdi. Shu hisobda setga 1 ni qo'shamiz va minimum heapga 1 ni qo'shamiz. Va bu yerga 1 ni qo'shib minimum heapni yangilab olamiz, chunki insert qilish, element qo'shish yangilab olamiz. Bu holatda 1 bu yoqqa, 3 bu yoqqa bo'ladi. 4 kelgan vaqtda 4 ni setga qo'shamiz va minimum heapni yana yangilab olamiz. Bu holatda va 1 ga kelgan vaqtimizda setning ichida 1 bor. Ya'ni bu birinchi marta uchradi, bu birinchi marta uchradi, bu birinchi marta uchradi, bu ikkinchi marta uchradi. Bu hisobda biz heapga qo'shmaymizda, lekin mana bu set turadi. On time da. Endi bu holatni hisobga olganimizdan so'ng biz mana bu heapni mana shunaqangi massivga aylantiramiz. O'sib borish tartibida 1, 3, 4 massivga aylantiramiz. Va bu holatda heapni massivga aylantirish bizda mana shu operatsiya, mana shu amal jarayonga biz qancha haq to'laymiz. Ya'ni bu degani haq degani qancha time sarflaymiz. Shu muhim. Va shunga qarab biz kodimizni yozsak bo'ladi. Demak, bu yerdagi asosiy savol shundan iborat. Heap, tayyor heapni biz mana bu ko'rinishdagi ya'ni ascending order o'sib boruvchi tartibida tartiblangan massivga aylantirish bizdan qancha vaqt talab qiladi? Javob tayyor. O'ylab ko'rgan bo'lsangiz, demak bu bizdan on vaqt talab qiladi. Ya'ni tepada on edi. Har bir o'yin davomida va keyingisi ham o'yin umumiy holatda o'yin vaqtga to'g'rilashimiz mumkin. Ha, o'g'lim. Nima? Kaka? Soja.
Shu algoritmni kodini yozamiz va ishlatib ko'ramiz. Buning uchun to'xtabki. Rahmatulloh. İçtim. Suvda içtim. Bo'ldi, içtim, boshqa ketmaydi. Buning uchun kod yozadigan muhit kerak. Bu muhitga o'tib olamiz. Python yordamida jarayonni modellashtiramiz. Birinchi o'rinda import HipQ modulini chaqirib olaman va bu yerda shunchaki asosiy function yozib olaman. Bu function vazifasi bor o'zini. If name main asosiy function chaqirib olaman. Kiruvchi parametrlar n bor edi bizda. Birinchi laynda integerga aylantirish kerak edi uni. Input orqali integerga aylantirib olaman. Ikkinchi laynda bu ketma-ketlik, buni massivga aylantirib olaman. Ko'p katta ehtimol bilan A massivga aylantirib olamiz. Buning uchun list map int va input string qaytaradi. Buni split orqali bo'sh joylarni split qilib string listga aylantiramiz va map uni integerga aylantirib beradi va list uni listga aylantirib beradi. Umumiy holatda biz qo'limizda list bor. Masalan, boyagi misolimizdagi ko'rishligimiz mumkin. Boyagi misolimizda necha edi? Boyagi misolimizda 3 1 4 1 edi. Masalan 3 1 4 1 edi. Bizdagi hozir A listimiz mana shu holatga keldi. 3 1 4 1 holatga keldi. Enimizning qiymati ham bor. Endi qiymati 4 ga teng. Endi qiladigan ishimiz bu yerda funksiyani hosil qilishimiz kerak. Funksiyani hosil qilib olamiz. Dastavval def sv function yozamiz. Bu functionga biz nums massivini bergan vaqtimizga uni ikkita qiymat qaytarishlik kerak. Ya'ni pastdan to'ldirib turaylik. Ikkita qiymat qaytarish kerak. Birinchi o'rinda m qiymat qaytarishlik kerak. Bu boyagi massivdagi elementlar soni dedik. Ammo bu Pythonda juda oson. Bitta len function orqali aniqlab olaverishimiz mumkin. Shuning uchun bitta qisqasi ascending order, ya'ni o'sib borish tartibidagi massivni qaytarsa yetadi. Buning uchun yuqoridagi qo'shimcha yordamchi HP function yozib olamiz. Buning def HP function vazifasi bizga bitta yordamchi function kerak. Bu function tayyor minimum heapni ascending order ko'rishdagi massivga aylantirib qaytarishligi kerak.
Ya'ni unga list beramiz. O'sha kerakli A massivini beramizda. Chunki biz heapni massiv orqali ifodalaymiz. Pythonda list deyiladi. Va biz uni nima sorting qilib qaytarishligimiz kerak hisoblanadi yoki in place qilsak ham bo'ladi. In place joyida tartiblashligimiz mumkin bo'ladi. Shu yerdan davom etib ketamiz. Bu holatda qaysi qismni birinchi yozganimiz ma'qulroq? Mana buni yozishni boshlaymiz. Dastlab heap yaratib olamiz. Heap degan list yasab olamiz. Bu bizga heap ni beradi. Shunchaki xo'p. Ya'ni heap default holatda initializatsiya bo'ladi. Shunchaki bo'sh massiv yoki bo'sh list. Keyingi qiladigan ishimiz elementlarni olish. Bu yerda set yaratishimiz kerak dedim. Set st demak setimizda set function orqali yaratib olamiz. Endi qiladigan ishimiz for elementlari kerak. In nums, mana bu yerda nums deganmiz, nums massiv. Shuni a desak ham katta desak ham bo'lardi. Demak a massiv elementlar birma-bir oladigan bo'lsak, pas. Ya'ni bu yerda nima bo'lyapti? Biz boyagi bizga berilgan massiv elementlarni birma-bir elementga birma-bir initializatsiya qilyapmiz. Dastlab 3, keyin 1, 4 va 1 elementlarni. Bu holatda kelayotgan element set ichida bo'lishi yo'qligiga qarab, agar element in a ichida bo'lsa, pass bitta yo'l bo'ladi. Else aks holatda pass ikkita yo'l bo'ladi. Ya'ni bizda ikkita yo'l bor. Kelayotgan checking qilyapmiz-da, bizdagi mana bu kelayotgan elementimiz mana bu setimizda ichida st deb degan o'zgaruvchi setimizda ichida bor yoki yo'qligini tekshiryapmiz. Ichida bo'lsa, demak avval uchragan bo'ladi. Mana bu holat bo'ladi. Ichida bo'lmasa nima ish qilamiz? Ichida bo'lmasa, mana bu yo'ldan ketamizda biz bu yerdagi qiladigan ishlarni yozib o'tishimiz mumkin. Bu yerda qiladigan ishimiz ichida bo'lmasa, birinchi holatda uchragan holatimizda heapimizga heap queue bor edi. Heap queue'da heap push metodi bor. Mana heap push metodi orqali o'sha elementni heapga initializatsiya qilamiz. Heap push orqali elementni qo'shib ketaveramiz. Bu jarayon tugagandan keyin return heapni qaytarib yuboramiz. Bu jarayonda endi test qilib ko'ramiz. Mana bu funksiyamiz ishlayaptimi yo'qmi test qilib ko'ramiz. Buni test qilishlik uchun mana bu qismda sv ni chaqiramiz-da, unga a massivni berib yuboramiz.
va uni result o'zgaruvchiga ta'minlab olamiz va resultni konsolga print qilamiz. Algoritmni to'liqmas, shunchaki test qilib ko'ramiz. Biz mana bu listni bergan vaqtimizda bizga heapni qaytarib berishlik kerak. Buni Python 3 b.py biz aynan birinchi test case'ni kiritib ko'rishligimiz kerak. Hozir paste qilib kiritib ko'ramiz. 3141 bo'sh list print bo'ldi. Nimaga shunaqa bo'ldi? Chunki SVA berdim, result bo'sh list qaytardi. Nega? Ana ichida bo'lsa hech narsa qilmaydi. Nega bo'sh list qaytardi? Heap mana buni xato ishlatganmiz. Ishlamasligi, ya'ni heap push metodi ikkita narsani qabul qilishligi kerak. Mana ko'rayotibdi, heap bilan elementni qabul qilib, faqat element berganmiz. Heap xatoligini bermabdi-da, eng qizig'i heap bilan element bo'lishligi kerak. Shunda qayta run qilamiz. Biz boyagi xotiradagini ishlasak, yana endi bundagi muammo nima? Bundagi muammo elementni qo'shyapmiz, ichida bo'lsa a'ning ichida bo'lsa deganmiz. Mana bu yerda muammo jihati. Hammasi a'ning ichida bo'ladi, chunki biz setni ichini tekshirishimiz kerak. Checkingda setni ichini. Mana bu mantiqiy xato bo'lgan. Endi tekshirib ko'ramiz. Va xato chiqmagan sababi else blokidan yurmagan. Mana 1143 eng yomon tomoni bo'lsa ham qaytadan ta'minlayapti. Mana bu holatda ichida bo'lsa dedik, lekin mana bu hech qachon ichida bo'lmaydi, chunki biron marta setga added qilayotganimiz yo'qda. Biz mana bu laynda setga added qilib ketishimiz kerak, setga qo'shib ketishligimiz kerak. O'sha elementni ikkinchi marta kirmasligi uchun. Ana endi mantiqan to'g'ri bo'ladi. Ana endi mana bu minimum heap yaratildi. Endi keyingi vazifamiz keyingi funksiya kelishlik kerakda. Minimum heapni turgan o'rnida nimaga aylantirishlik kerak? Ascending order, ya'ni o'sib borish tartibidagi massivga aylantirishlik kerak mana bu yerda. Buning uchun tayyor sortdan foydalansak bo'lmasmidi? Ishni osonlashtirib. Bunday qilsak ham bo'lardi. Heap xotiradan heapni olib nima qilib yotmay, ya'ni mana bu qism kerak emas. Xotiradan heap olish shunchaki bunday qilsak ham bo'ladi. Yaxshi, mana bunaqa qilaylik.
read to'g'ri bir qator bilan Pythonda kuchida sort qilamiz. Mana sorted qilaylik. Sorted function. Uni list qilaylik. Set qilaylik va ani beraylik. Ani setga aylantirsak, duplikatlardan qutulamiz. Xo'p, uni listga aylantirib, keyin sort qilib qaytarib yuboryapmiz. Shuna muammolar yo'q bo'ladi. Bizga heap ham kerak bo'lmaydi keyin. Tekshirib ko'rishligimiz mumkin. bir uch to'rt ishladi, ya'ni bolgaritm ishladi. Buni shunchaki olib nimaga qo'yib ko'ramiz. Kodga joylashtirib ko'ramiz. Mana bu qismda Pythonni tanlaymiz va buni berib submit qilib ko'ramiz. Sababi biron answer berishiga sababi format to'g'ri kelmadi. Chunki formatda ikki qatorda chiqarishlik kerak edi. Biz hozir result bilan ishlamadik. Bu ikkita qatorda chiqarishlik uchun birinchi qatorda print len result bo'ladi. Ikkinchi qatorda mana buni yoyib yuborishlik kerak. Mana shunaqa holat. Ya'ni biz buni ishga tushirib, hozir buni ko'rsatib o'taman. Nima o'zgarishlar kiritganligimda mana bu kodga e'tibor beramiz. Mana bu o'zgarish kirishdim. Olingan qiymatni uzunligini birinchi laynda bu m, ikkinchi laynda esa har bir elementini list bo'ladigan bo'lsa, o'sha listni yoyib yuborishligimiz kerak. Alohida. Xo'p. Bizdan mana shu narsani so'ragan. Masalan, biz birinchida test case qilib ko'ramiz. Mana bu shu holat 3 va 1 3 4. Yaxshi, endi buni Ctrl Z qilib nimaga jo'natsak bo'ladi. Endi o'tishligi kerak. O'tdi. Demak, bu masala ham yechildi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.